Bugün şehirдің özünde çok kölemlik dolan koyunun sodu ekan, ben hazır müşah keldim. Anlasam muşunun paxlını 40 günlük vakitte 100 bin köy pul qeptike hazır 7 ay bekipti. Haqiqiy mana jirin qo'shqoq aylanibdi. Endi buni 700 bin köy satami, 1 milyon satami, unda olib qolsa birlikda bir ko'rib boqaylik. Ana bozor ketibdi men yerda. Odam bekchiqga bilib berib boqaylik. Mana. Voy, teşkma bu soğudlar katta ketibdi va teşkma. Bak koyunu anlasam bu 40 günlük vakitte 100 bin köy kaldı ya deydi. Hem de 7 ay jirin alat qo'shqolib ketibdi. Bu 700 bin köy sataydamlar ya 1 milyon qima. Yo'q, buni men 40 necha kunlik bo'lgan chig'ida, buni mana shu Ababashjonga 100 ming ko'q bergan. Manchu. Buniki nasabi yaxshi. Mehmet Esxonniki Vanxon Qarqoshqonniki nevrisi bo'ldi. Shayatki kichik Jokoningki o'g'li. Bu hozir 7 oyga to'shdi, 7 oyga to'shgan asosda biz endi buni qo'yishni boshlaymiz. Qo'yish başlamoqchi. Hozir shu ma dosyarlar Maşı bekitmekçi endi. Neç buldun qo'yimiz, qandaq qilamiz. Shu menimcha mana shu shayar kucha shunqatga dolan qo'yib baqirgan dosyarlar ma bu. Chiqgan. Javobgarli chiqgan. Chiq. Va Jaribkam ustozimiz bizniki. Mana shu Ushnaydiki eng kon peshqadam ustozimiz bo'ldi. Mana chiqasizlar. Mana shu mayaga Jaribka. Chiqasizlar. Mana shu ustozimiz bekitib bir ish qildi ham qag'indan beri mana shu dosyarlar qo'yib bermoqchi. Buning kamda dolan qo'yib beqiyotgan shu qarindoshlarimiz bek chiqgan. Qiziqadiganlarmi? Buning nasabi masalan bir munch atalgı deb didilamda. Qanday araymiz buni? Buniki bosh, quloq, qanша, ustixon, ran, asha nech turi bor. Shuni qarta ankizi bekitilgan gap meniki. Nasabiy, qon nasabiy surish qilgan. Hozir 7 oy beqibdi. Masalan, meni setish kelib qolsa nech pulga yaraydi? Hozir setishga kelsa, bizim dapaqtoq desak, ya satmayman deb turib oldi. Endi buni setishlar kelsa, buniki bahasi yo'q. 1 milyonga alsak mı buldu, 500 mingga alsak mı buldu, 300 mingga alsak mı buldu. Mana shu endi qo'yniki egisi, qo'shqaning egisi binasida shu qatorda sodlatsak bo'ldi. Endi bu mana bilan tug'ilgan narsa bak tez bundaq bilan tug'ilmoqchi. Bu quloqqa qarta bo'ladi. Bu quloqniki mana yeyi quloq. Quloqning oldi, kayni deymiz. Jumla quloq, qanша, bosh kichik, shotibdak. Ashta Rang bor, nimidimi bor, beqindimi bor. Rang ustixonlari hammasi yotibchi, ishta. Buningki rang musholati chiqdi. Jonlardan tatib. Yo'q, buniki qormi bo'ldi, rangmi bo'ldi, yangiz bo'ldi bulicha. Endi bizniki mavi ranga tava. Endi mayada oq beqini bor. Endi bayatın şu dosyarlar isim qo'yish nemisida kichik olibator deb qo'yili deb hozir kichik shu olisi bo'lganlikdan kichik olibator deb qo'ydik buni. Olibator bo'ldi. Mushadi kelgan tuqqanning hammasi hesabini ko'tarib kelganlar olan desab tachish qo'yiladi. Yo'q, bular asosan mash qo'shqonniki aloqa navbati nech pul, navbatini bekitib bo'lgandiki navbat olamiz deb ba'zan dosyarlar. Shuni qarta tug'anlar, yana birisi ba'zanlari qo'shqondan huzur og'li kelganlar. Yana birisi ba'zanlari Ababakjonni qo'llash asosida mash qo'ychi dosyarlar hammasi yig'ilib ilhomlantirish asosida kelgan dosyarlar. Gayet yaxshi yig'ilib, yaxshi bela ishlovdi. Endi buni qo'yishni nech puldan o'ylashdilar, nech pul qilmoqchi? Endi buni 2000 koy 6 kayında qo'shib o'ylashdi. Endi bek meyplab qolsa, yo'qsilab qolsa ularga haqsiz. Çabuk. 2000 koy deb qildicha bu yerda. 2000 koy hamda bir qatim quyiblan tuyib ketamdi ya cho'qim buydi qoldirib qo'yish shartmi o'cha. Ya hamda bu yerda hammasi qiziqchi hamda. Tijoratchi bo'lgan ekan pulni qashlaydi ekan emas. Endi bu yana da ishni tugatib kassamda qoldi qammida qilinmaydi emas. Bu bichog'i selish. Maqsadmi shuni bir aniqlashtirib olsak. Oxirida bichodan chiqibman. Biz bu baka mana deyicha. Hesapta mushaga tish qo'yni sizga necha kun ekib olsam shu bichog'i chiqdek bo'ldi. Kulgan qo'yib olsa shu kunki yuzda sekretimiz kulimgan qo'yib qolsa shu 200 qilishga taqriban 60 kun vaqt ketadi. 45 kun. Bichodan chiqishi qo'shqoq tushibla bo'g'oz qolsa 35 kunda bichodan chiqadi. Agar kuylamay ekib maya qilib qo'ysa bichodan chiqirib bersa, o kuylaydigan ishni uqmaymiz. Qachon kuylaydi? 2000 koy baho qo'yibdi hamda bichog'i tushirib berdigan silcha yuqorimi, azammi, qanday bo'lganda tang be ham suhbat qilib baqsaqchi. Mana shu Jaribkam ustozi. Sizlar ustozimiz boshchiligida 2000 koy hamda bichog silishni
Qipirdiga sizcha azammi, qimmatmi yoki qanday bo'lgan? Yaxshi dedim, bizningki may Amerikamizda qo'shqa paqlan xela bilan obdan tug'ilibdi otasimi nasab yaxshi. Obdan qo'shqatdi. Hem 2000 koy desimi bo'pti, meningcha tövinni 1000 koy qilsak yuqorini qanchalik bersa, qo'yg'ichilning ixtiyori bo'lsa, insof avun bersimi? Eng tövinni 1000 koy qilsak, bechodan chiqarib bersa, yani kima balasi tushgandan keyin o'stürmek oson, tushirmek tez-ku. Burun avun qilib qo'yib tushirmek tez. To'g'ri. Töven qilsak o'stürmek oson-ku. To'g'ri. Balasini ko'rgandan keyin qanday qilsak bo'ladigan hozircha mushtaq boshlab baqsak meningcha. Bu qanday xabar beracak qo'shlarsiz jarqatga. Muborak bo'lsin. Unda olib qolsam mushadi tug'illar, mekraldiki barliq do'stlar kuyilgan quyib qolsam deb baramin ko'ydan qo'ysi bo'ldi shunami? To'g'ri. Andikin bichoga chiqirib tekshirtkicha. Bichoqdan chiqqicha bo'g'azim. Navada buning kamni bundan oldimcha. Aka ko'p tug'ilib qolsa, puli bakyorlaydi ekan. Navada tushib tug'ilib qolsa, puli sal tushib ketadi deb oldim. Buni qanday bitirib? Unda bo'lmaydi. Erkak tug'ilib, belal tug'ilib qolsa, uning pulniki soni yo'q ham deydi. Nech pul chiki yo'q. Lekin tish tug'ilib qolib qolsa, buniki nachar tug'ilib qolib qolsa, hech bo'lmasa 3-4 ming ko'p o'tadi. Eng nachar balalarim tishilib qolib qolsa. Tishilib tug'ilib bersa, man tuen bo'lsam 2000 ko'yni o'zim setib olaman. Xo'roz gap bu ya. Mana Jinga. Mana men ekran chiqib muborak bo'lsin. Agar tegim yaxshi tug'ilib, meni kuchib yotmasa, emerjan set olaman. Meni bilan tug'ilib qolsa, qolmay setib olaman. Agar tish tug'ilib, eng nachar tug'ilib qolsa, Ababarchan tishilib qolib qolsa 2000 ko'p qoldi. Yerlikniki bo'lsin bo'ldi, mashina tug'ib qolsa. Muborak bo'lsinmi? Muborak bo'lsin. Unda olib qolsa, yig'inchaqlablam qilib baqsak, mushu ismi Olibat turib qoldimi? Olibat, kichik Olibat, Shaya kichik Olibatdir. Buning cho'ng dadisi kim bo'ldi? Cho'ng dadisi Mehmet Ezxonniki Vanxon Qarqoshqa. Otisi bo'lsa Shayatga kichik jo'qku. Mana. Kichik Olibat'ningki bir qatim quyosh amsa 1000 ko'y bo'ldi-ku. Andan bichoga tushib tursilg'i. Bichog tushkucha. Paxla agashkichda. Paxla agashkichda. Voy, muborak bo'lsin. Paxla agashkichda bo'ldi ya. Bichog'dan chiqish emas, paxla agashkichda chiqyapti ya, do'stlarlar. Paxla agashkichda. Garibga qanday qilsak bo'lamdi? Paxla agashkichda bo'ldi. Unda olsa mayzi qarab akamsa. Aloqa qilish numarini bir deb paslama shu. Amiyadi bala mushadiki basodini qilsa, yo'qlab qolsa sizlar bilan aloqa qilishib, aslida izlab shu uyga kelib kuyligan qo'ylarni bitiribsiz. Baklarsa meniki aloqa qilish numarim 133 99 97 61 67. Külgen koyuyorsa her qanday akaslarla men bilan aloqa qilsanglar bo'ldi. Bornib qolsa shahar naysa Nurboq bozordagi do'stlar, har qanday mana shu kuyligan quyonlab qolsa, bevosita ikilab mana shu do'lan qo'yga qiziqatdim deydiganlab qolsa, mayada ustoz bor ekan, ustoz tutib hamda o'rgan sangli bo'ldi ekan, buni foydali bo'lamdi. Bo'ldi. Pul tap qilaman. Bozor tushirib olasiz, qo'y tunibla olasiz ziyon topdi. Mushad 30-40 odam bor ekan, mushad hamma olib pul tapdim, tapmay olaman. Ba, azdiro shopgan bo'lsa, raskabni qilib bergan bo'lsangchi, hamda buningga qiziqib, agishdiganlar chiqadi-chi. Tapgan bo'lsanglar tapdim deb berang, tapmagan bo'lsanglar tapmadim deb berangchi. Hamda ziyon olib qolsa qanday vaqt ziyon bo'ldi? Ahmoqlik qilib, nadonlik qilib, ko'may turib, do'yindan uyadim bu yerdan ko'may turib setib olsa, nadonlik qilib qo'ysiz ziyon topdi, o'lsiz ziyon topdi. Amsa silimi yerdagi eng chong ustoz dematganlar aka. Navadamış dolan qo'yib baqtim, olma deb qolsa silni izdisa, ilish beramlar. Elish beramiz. Qayxlarini bersa. O'zimiz satmasak boshqa yerda obdan tepib elish beramiz. Bilan gap qildi. Muborak bo'lsin. Ondan yana bir gap. Mag dolan qo'yi olgan chaqda qo'yni tunib elishingni umid qilamiz. Qo'yni tunimay 10 ming ko'lik narsa 100 ming ko'ga verib, keyin u 100 ming ko'ga oldim deb bozorga chiqsanglar 10 ming ko'lik narsa 100 ming ko'ga olmaydi haq. Chuqum qo'yni tunib 10 ming ko'lik narsa bo'lsa, shu bozorga tushkirak 10 ming ko'lik narsa bo'lsa 10 ming ko'ga elishingni umid qilaman. Azroq bir anda qilib qo'ysa, mehmon qilib qo'ysizlar 10 ming ko'lik narsa tunimayli 100 ming ko'ga verib, keyin akazim ben 100 ming ko'ga olgandim, bozorga chiqsam 10 ming ko'ga olmadi deb bunda gap qilsanglar bo'lmaydi. Chuqum qo'y tunishni o'rganinglar, qon nasabini surish qilinglar qo'yniki, dolan qo'yniki. Nayt isil gap bo'ldi. Ekran oldidagi do'stlarni olib qaz yurakdan birini berib saqlab qo'yinglar. Mushadimi bir muncha dolan qo'y havaskorlarga, havaskor akallarim, qarindoshlar tuqqanlar bor ekan. Sizlarga qiziqib qolgan bo'lsanglar, mush ustozni chim tutib olib hamsa. Sinab baqsanglar bo'lg'dak, meni ma'vo 100 ming ko'ykan to 40 kunlik vaqtida hamda 700 ming ko'ydan 1 million oylanibdi. Hamda havaskorning ishga
Şuna hem de ko'nglimizni to'xtatib, qiziqish bo'lsa, havas bo'lsa, sinab baqsanglar bo'lg'dak. Bunda olib qolsa, yurakdan birini berib saqlab qo'yinglar. Barliq do'stlar bu taqtib qo'ygan bo'lsanglar. Muborak bo'lsinmi?